Rahman va Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan boshlayman. Ramazon maktublari 10-qism. Dinning ism-sifatlari. Din kirzismi yoki kirzislarni hal qilamdi? Javob: din barliq insoniy kirzislarni hal qilish uchundir. Bu ma'noda dinning ismlarini o'qiganimizda buning dalillarini ko'ramiz albatta. 1. Dinul qayyum qiyaman. Qadru qimmatlar dini deganimizda islom dinining asosiy prinsiplaridan biri islomning insoniy qadr qimmatlarini saqlash uchun kelishidir. Bu o'zgarmas qimmatlar tuvanligicha. 1. Aqidani qo'g'dash. Din uning uchun aqida yo'lida o'lishni ruxsat qilgan shart-sharoitga qarta farz qilgan. Uning uchun aqida yo'lida o'lganlarni o'limsizlar, shahidlar deyiladi. Allah yo'lida o'lganlarni o'lik demanglar degan oyatlar buning shohididir. 2. Jonni qo'g'dash. Boshqalarning joniga tegmaslik va o'zining jinini qanday qo'g'digan bo'lsa, boshqalarninkini ham shunday qo'g'dash farzdir. Uning uchunki haqsiz bir shaklda odam o'ldirish haromdir. Boshqa jonliqlarni o'ldirish gunohdir. 3. Mol iqtisodni qo'g'dash. Iqtisod bashariyatning hayoti uchun bo'lmasa bo'lmaydigan qimmatlardan bo'lib, molni xohlagancha buzib chechish haromdir. Shundaqla aqli yetilmaganlarga pul mol tutqizmaslik Allohning amridir. Chunki pul molni xato o'rinda, xato yerga ishiltish orqali bashariyatga zarar berish mumkindir. Hayotinglarning asosi bo'lgan mollaringlarni nodonlarga tutqizmanglar degan oyat buning dalilidir. 4. Islom aqlga ahamiyat beradi, uni qo'g'daydi. Aqlni ishlatishga, qo'g'dashga, uni taraqqiy qildirishga undaydi. Aqli yo'qning dini yo'qdir. Uning uchunki aqlsiz saranga din mukallaf emasdir. Saranga sot yo'qdir ota so'zi buning ifodasidir. Islom aqlga ta'sir qiladigan har qanday moddiy ma'naviy shaylardan man'iy qiladi. Aqlni ishlatmaganlar maynachilik ichida qoladi oyati buni isbotlaydi. Qur'on aql ishlatmaganlar gazkacha hayvonlarning eng ashaddiysi deb ataydi. Qiyomat kuni jahannamga kirganlar biz ilohiy vahiyga quloq solgan bo'lsak va yoki aqlimizni ishlatgan bo'lsak shu holga qolmaydik deyishidi. Mulk surasi. 5. Yuz obro'y. O'zining va boshqalarning yuz obro'yini muhofazat qilish farzdir. Boshqalarning yuz obro'yiga tajovuz qilish uni o'ldirish bilan o'xshashdir. Bir mu'minning yuz obro'yi Ka'baning yuzidan qimmatlidir. Hadis: Musulmon boshqalarga na tili, na qo'li bilan zarar yetkazmaganidir. Hadisimi eng chunqur ma'noga egadir. 6. Zamin, tuproq, vatanni qo'g'dashmi islomning farzlaridandir. Uning uchunki musulmon ziminidan bir g'irish tuproq tajovuzchi tarafidan besib olinsa, shu tuproqni tajovuzchidan qaytarib olganga qadar cho'ng kichik ayol qariya hammasiga urush qilish farzdir. 2. Dinul fitrat. Aql va tabiat dini islom aslida odam fitrati bilan teng moslashgan bir dindir. Bu din o'ttirg'i qo'ygan ahkomlar yoki man'iy qilingan qiliqlar hech qachon inson tabiatiga zid bo'lgan narsalar emasdir. Hammasi insonning asli tabiatiga muvofiqdir. Alloh insonni fitrat ustiga yaratdi. Ana shu asli fitrat qadr qimmatli bo'lgan dindir. Lekin insonlarning ko'plari buni bilmaydi, oyati buning shohididir. Undaqda din fitrat dinidir. Asli tabiiy fitrati buzilganning dini buzildi. Dini buzilganning bo'lsa asli tabiati buzildi demakdir. Undaqda islom insonni o'ziga yot bir narsaga emas, o'ziga, tabiatiga, insonligiga, odamiyligiga chaqirib qiladi. Uning uchun musulmon bo'lish uchun eng avval inson chin odam bo'lish lozim. Inson bo'lmay turib musulmon bo'lg'il bo'lmaydi. İnsanlıqdan uzaq, adamlikdan uzaq, öz tabiatidan uzaq bo'lgan nurg'un atalmış musulmonlarni ko'ramiz. Ammo insonlikdan nasibi yo'qdir. 3. Dinul islom, salomat, saodat dini. İslam, salam, selim, salomat qatorliq kelimalarning hammasidan kelib chiqishi bir masdardan bo'lib, tinchlik, aminlik, salomatchilik, xotirjamlik degan ma'nolarda keladi. Bu qadar olam shumul ma'noga ega ma'nolar bo'lgan islom qandoq bo'lib biz musulmonlarni yurt, mahalla, qabila, guruh, mazhab, mashrablarga bo'lib ayg'i chiqmas urushlarga qadam bosgan, alat davom bir-biri bilan hapilishadigan, jangi jidal qurmaydigan bir to'plamga aylantirib qo'ydi. Demakki, islom boshqa va'dada, musulmon boshqa jilg'ida. Musulmon desa urushqa chiqisholmaydigan masalani qilich qalqon bilan hal qiladigan bir jamiyat holga keltirdik. İslam dunyosidagi bo'linish, parchalanishlar bizlarga nimani ko'rsatdi?
Ötken 100 yıldan beri əmdi texi Suriyadan ibaret yeni bir devletimiz tuğulmaqda. İran, Irak, Afganistan, Sudan, Somaliya qatarlıq musulmonlar coğrafiyasidagi ahvol bizlarga nimalarni his qildiradi? Ularning o'lgunimi, o'ltirgunimi musulmongo? Biz Uyg'urlarningmi ulardan olgan miroslarimiz Salafi, Hanafi, Sofi, Kopi, Jadidi, Halafi va hokazolar orqali bo'linishlarimiz. Düşmandanmı əşəddiyirək qılıç qalqan kötürüşlərimizcü. 4. Dinul xalis. Sap Allah qılı bağışlanğan din. İslam xalis, Allah bağışlanğan bir din deməkdir. Barlıq dini ibadətləri siyasi, əxlaqi, ictimai bolsun, faqatla Allah üçün qılınıdı deməkdir. Barlıq söz və hərəkətlərini riyadan, saxtipəzlikdən və maddi mənəvi mənfəətdən xali bir şəkildə qılmaq deməkdir. Bugün musulmonlar bunda xalisanlıq tepilmağaşqa, sen qılmadın, mən qıldım. Sen emas, mən köp qıldım. Sen az qıldın, yoq, mən başta qıldım degəndək, əxlaqi krizislər dəl dinul xalisdən uzaq bolğan dini fəaliyyətinin məhsuludur. Xalis bolmagan hər qandaq fəaliyyət mənfəət üstü quruludu. Hər qandaq bir işki mənfəət üstü qurulğan bolsa, undaq işnin ayığı yoxdur. Şundaqla hər qaçan setiş və setilişqə məhkumdur. 5. Dinul Hanif. Xatalardan erinğandan. Barlıq şirikdən, şübhə nuqsallardan, pak batıldan uzaq ilahi bir dindir. 6. Dinul Haq. Haq haqiqat dini. Haq bolğan, Allah tərəfindən məqbul bolğan haq haqiqatni və adaletni prinsip qılğan haq dindir. Mana bu tərəflərdən dinning haqiqiy g'oyasining insoniyatga qarshi bo'lgan barliq krizislarning oldini oladigan bir din ekanligi chiqib turadi. Bu dinning asosiy qonuni bo'lgan Qur'on insonni koinotga ko'taradi. Koinotga qaytishga berilishga, koinot bilan chiqishishga buyuruydi. Koinotda tabiatni tushunishga, tafakkur qilishga buyuruydi. Hammaning sirlarini aytishga buyuruydi. Qur'onda Baqara, Kala, G'animat, Tavba, Tosh, g'ar egileri, ay, quyosh, kecha kunduz, cheqin chaqmoq, guldirmama, tog', shamol, bo'ron, kashkah vaqti, hasal harisi, o'michuk, charpaylar va do'stxon, oila, ayol qatorliqlarning nomida surlar mavjud. Bu shuni ko'rsatadiki, bularning hammasi atrofingda. Sen ularning ichida yashamoqda. Undaqda ular bilan tanishqin, ularni kashf qilgan demakda. Nemishqa biz koinot tadqiqotida orqada qoldik? Nima uchun barliq asari atiqalar, tarixiy antikalar ajnabiylar tarafidan kashf qilindi? Bir tal paypoqma ijod kashfi yo'q. Islom yangilash dini, oqartish dini, ya'ni ustiga chiqib olgan kirlarni oqartish dini. Chunki din tabiiy fitriy dindir. Onun üstüge atmagan çalma, çeçilmagan əxlət, sorulmagan kül qalmadı. Bundaq mübəddəl, özdən uzaqlaşdırılgan, özgərtilgen bir din insanı şeytan özgərtidu. Bugünkü içimizde yaşavatqan şeytanlıqның bunundan başqa bir tərifi var mı? Bu dinni təbiyyətə, fitretə qaytırmaq, yani bir səbiylik halda qaytırmaq lazım. Fitret dini öz buvaqlıqı qaytqan, Müslüman bolmaq, özgə qaytmaq, özünü tapmaq, əqli fitretiga kelməkdir. Özdən yatlaşmaq emasdır. Müslüman ələt davam haqiqatni izdigan, izlenivatqan insandır. Məsumiyetga qaytmaq, onu tapmaq deməkdir. Dinen, qiyamen, din öz təbiyyətinin buzulushiga yo'l qo'ymaslikdir. Allah bizden Rabbimiz şu ki, her şey iyiga, onun xalqdini, asli təbiyyətini berdi. Taha suresi. Undaqda din izzatdir, şərəfdir. Din medeniyettir. Din qanundur, nizamdır. Din aql, idrakdir. Din tefekkürdür. Din izleniştir. Çonqur bahis qilishdir. Din ixlos ve samimiyettir. Din söygü muhabbettir. Din fidakarlık ve qurbanlıqdır. Din haq huquqdir. Din yüz abroyi ve şərəfdir. Din yaşaş ve yaştıştır. Din can ve canandır. Din nurdur, hidayettir. Din adalettir. Din mesuliyettir, mettaqilik. Din medeniyettir, medeniyet kurmaktır. Din pakizliktir. Din hayadır, haya hayatın muştaqdir. Din Allah aldidagi qarzdorlikni his qilmoqdir. Din meşverettir, her işni maslahat bilan qilmoqdir. Din ahliyet ve layaqatdir. Din salomatdir, saodatdir.
Din alam şumuldur. Hech bir shaxs, hech bir millat, hech bir coğrafiyalik o'ringa xos emasdir. Din urf odat emas, urf odatmi din emasdir. Duo va salom ila.